Zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri va samarali foydalanish har jihatdan unumdorlikni ta'minlaydi, xususan qishloq xo'jaligi sohasida ham. Toshkent viloyatida Amerika texnologiyalari asosida qulupni yetishtirish yo'lga qo'yildi. Buni sinov tariqasida amalga oshirgan mirishkorlar allaqachon undan foyda ko'rishyapti. Sevinch Azamatova mavzuni davom ettiradi. Odatda qulupnaylarni may-iyun oylarida iste'mol qilishga o'rganganmiz. Ayni qulupnayning bu navi Amerika texnologiyasi orqali yaratilgan, uni siz yil davomida tanovvul qilsangiz bo'ladi. Qahramonimiz Ibratilla aka 2022-yildan beri fermerlik bilan shug'ullanadi. Ayniqsa u faoliyatida Amerika texnologiyasini qo'llaganidan beri ishi unumli va daromadi sezilarli ravishda oshdi. Bu ko'chatlarni maxsus Amerika shtatlarida, Kaliforniya shtatidan ko'chatlar olib kelingan va o'zini spetsialistlari ham shu yerdan jalb qilinib, tepasida turib, shu paytgacha qarab turishibdi hozir. Bu uslubning asosiy afzalliklaridan biri ko'p ishchi kuchi va mablag' sarflamasdan ham yuqori hosildorlikka erishish. Hozirda fermer nafaqat mahalliy bozorga, xususan xorijga ham o'z mahsulotlarini chiqarishga harakat qilmoqda. Serhosil qulupnaylar Qozog'iston, Rossiya va Birlashgan Arab Amirliklariga eksport qilinmoqda. Ichki bozorni ham xudo xolasa 24 soat dastavkasi bilan yo'lga qo'ymoqchimiz. 24 soat telefon qilib, bizga qulupnay kerak desa, yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugun uning tashabbusi sabab qishloqdagi o'nlab ayollarning bandligi ta'minlangan. Hozirgi kunda 25 kishi ishlayapti bizda. Shulardan 18 tasi ayollar. Bizda shu 70-80% ayollar ishlaydi. Chunki bizdagi ishlar hammasi yuvelirniy hisoblanadi. Ekoturizmni rivojlantirmoqchimiz, xudo xolasa. Shu yo'nalishida ketyapmiz. Suhbatdoshimiz bugun nafaqat o'z sevgan kasbi bilan shug'ullanmoqda, balki ko'plab yangi ish o'rinlari yaratish uchun tinim bilmay mehnat qilmoqda. Ishimiz og'ir emas, 8 soat mehnat vaqtimiz. Obyektlar ichida mana shu ko'chatlarni o'zimiz ekib, parvarishlab kelmoqdamiz. Uyimizga yaqin bo'lgani uchun bizga juda ham qulay. Bola tarbiyasiga ulguramiz. Qurilgan barglarini olamiz, o'sib ketgan o'siqlarini olamiz. Ishimiz juda ham yaxshi. Har kuni kelamiz, birga vaqt o'tkazamiz, birga muloqot qilamiz. O'z oilamizdek bo'lib qolgan bular. Ishimiz ishimizni yaxshi ko'ramiz. Mana bu yerdagi vazifam o'sha mineral o'g'itlarni berish, kasallik olib keltirmaslik, hasharot olib keltirmaslik. Keyingi kelajak rejamiz yana bir 7-8 gektarga nima reja qilyapmiz. Sevinch Azamatova, Bobur Yo'ldoshev, Abbos O'tbosarov, Zamon axborot dasturi uchun.